Assalomu alaykum hammaga. Bilaman, tushunaman. Rosa yozyapsiz, yo'qolib qolding deb. Rahmat. Sabrlilik bo'lganinglar uchun. Так, давайте. Hozir men bilmayman kim uchun bo'ladi bu rasklad, lekin savol qanaqa bo'lishini ham, kim uchunligini ham kartalardan so'raymiz, xo'p? Men вообще kartadan so'ramayman, aslida ong ostidan so'rayman. To'g'risini aytib qo'yay, chunki psixolog, gipnoterapevt bo'lganim uchun. Kim uchun bu rasklad? Yolg'on ichida yashab yurgan inson haqida, yolg'on ichida yashab yurgan inson haqida, lekin yuqori kuch aytayaptiki, yuqori kuchlar aytishyaptiki, что все, seni qo'lingni bog'lagan inson hozir hech nima qila olmaydi. Chunki sen aqlingni yig'asan, to'g'ri qarorlar chiqarish boshlaysan. Aslida u seni qo'lingni bog'lamagan, sen o'zing shuni xohlagansan deb chiqyapti-da. Hozir sen ichingdagi, o'zingdagi bor dunyoingni topasan. Uning uchun ozgina analiz qilish o'rgan deb aytishyapti. Analiz tushunasiz-a? Analitika. Bo'pti. Mana shu kim o'zini tanigan bo'lsa, ular uchun. Qanaqa savol? Nima bezovta qilyapti? Savolsiz boshlaymiz. Bu insonni nima bezovta qilyapti? Qanaqa savolini hal qilib beramiz? Qachondan bir orzularim amalga oshsin deb yashab yurgan inson. Orzu sevgisi uzoqda. Orzuda g'alabalikka qozonish xohlagan inson haqida. Shuni ustida ko'p o'ylayotgan inson haqida. Tak, so'rov. Mana shu inson bilan munosabatingiz polностью o'zgaradi. Chunki siz anchadan beri o'zingizni aldab illyuziyalarda yashayapsiz. Pushti ko'zoynak orqali hayotga qaraysiz. Bu inson, uni siz anchadan beri bilasiz-da, yoshlikdan beri bilasiz. Bu meni oilam deb bog'lanib yashab yotibsiz. Berib qo'ymayman, bu meni oilam. Lekin bu aslida bog'lanish, qaramlik. Bu sizga kerak emas. Qaramlik kerak emas, hissiyoti. Siz o'qib, o'zingizni topishingiz kerak, o'zingizni kuchingizni topishingiz kerak. Bu bo'layotgan narsalarga, hayotingizdagi hodisalarga boshqachasiga qarang. Boshqa ugl, boshqa prizma orqali. Mana ko'ryapsiz-a? Osilib turibdi bosh bilan pastga. Agar siz qarash nazariyangizni o'zgartirsangiz, miyangizga sizga yangi nimalar keladi, ideyalar keladi. Ideya, yangi maqsadlar, g'oyalar keladi. Va siz bu qiyinchiliklardan chiqasizda. Qachondan bir kutib o'tiribsiz, qachon o'zimga ishongan ayolga aylanaman, ko'pgina pulim bo'ladi, moddiy hayotdan qiynalmayman deb kutib yotibsiz, menga yordam berarmikan debdi. Lekin siz hozir mana shu odamni qo'yib yuborsangiz, u haqida o'ylamasdan o'zingiz haqida o'ylasangiz, to sizni tezgina hissiyotlarni olib qo'yib tursangiz, harakat ko'rsangiz, to sizni singan yuragingiz katta pullarga olib keladi. Bu tajriba sizga kerak edi-da. Lekin hamma ikkilanishlar sizni orqaga tortadi, xolos, sizni qadamlaringizni pasaytirib turibdi-da. To есть скорость, sizni tengizligingizni pasaytiryapti. Mana shu ikkilanish, o'ziga ishonmaslik. Tak, sizni yuragingizni mana shu narsa og'rityapti-da. Faqat shu munosabat. Sizga aytishyapti, munosabatni tanlamay turib, munosabat hech qachon yo'qolmaydi sendan. Hayotingni tezgina pul, moddiylikka ishlatib ol. Hamma harakatlaring moddiylikda bo'lsin deyapti-da.
voy, o'zingizdan yoshroq bo'lgan bola mana ikki xil hozir ikkita javob bo'lyapti, shuni ikkalasini aytib ketaman. O'zingizdan yoshroq bo'lgan inson kelib sizga birga yashaylik deydi, chunki uning uchun siz butun olamsiz, eng asosiy ayolsiz uning hayotida. Sekin-sekin bo'lib, sekin-sekin pul yig'ib kelib aytadi shu narsada. Va ikkinchisi, ana o'g'li uzoqda ishxona boshqa joyda ishlayotgan ayol uchun sizni bolangiz pul ishlayapti, вот, который зарабатывает деньги, копит, anchadan beri pul ishlab yig'ayotgan, uy olaman deyotgan, sizni xursand qilaman deyotgan o'g'lingiz yaqinda ishlari zo'r yurishib ketadi. Shu haqida ikki xil javob keldi. Shu kimga to'g'ri keladi o'zingiz. Mana shuni natijasini siz kutib o'tiribsiz-da. Lekin siz kutishingiz kerak emas. Siz tanlov qilishingiz kerak. Qorong'ilikda o'tirmasdan yorug'likka chiqishingizni o'zingiz, bog'langan ko'zingizni o'zingiz oching. Tanlang baxtingizni, tanlang rivojlanishni, kelajakka qarang. Chunki siz orqaga qarab o'tirganingizda kelajakka orqaga qaraganingizda yuzingiz bilan orqaga, kelajakka orqangiz bilan turgan bo'lasizda. Sizni kelajakda juda ham zo'r odam kutyapti, o'zingizga mos. Mana shu xo'jayingiz ham bo'lishi mumkin. Lekin u bilan harakat qila olamanmi, hayotimiz to'g'ri bo'lib ketadimi deb ikkilanib boshingiz ko'p og'rir ekanda. Ketib qolmaydimi deb uzoqqa. Kimdir bo'lsa-chi, kechirasizlar. Kimdir bo'lsa-chi, nabarot, ana shu uzoqdagi erini oldiga bormoqchi. Qarang, hamma narsani, hamma boringizni siz hissiyotga tikmang hozir, chunki sizga Alloh mana shu o'zingizni aldab yurgan vibratsiyalardan, to'lqinlardan chiqishga hozir kuch yordam beryapti, imkoniyat beryapti. Hamma narsani yaxshi taroziga qo'yib o'lchab oling. Chunki sizga pul tomonidan katta o'zgarishlar kirib kelyapti hayotingizga. Katta pul kelyapti, katta shans kelyapti. Kimdir lotereya yutib oladi, kimdir oyligini oshirib berishadi, kimdir ishxonada yangi должность berishadi. Bu hozir sizda yopiq, конечно, sizga bu ma'lumot qorong'u, lekin aytishyaptiki, ishon buni gapiga deb aytib turishibdi sizga kartalarda. Sevgini pauzaga qo'yib tur deyishyapti. Hayotingni o'z qo'lingga olib, olovingni uyg'ot. Qachondan beri o'tiribsan, chiq bu holatingdan, mana kutish holatingdan chiq deyishyapti sizga. Yop bu eshikni. U yerda qachonki siz o'zingizni tanlasangiz, mana o'zingizni qiyinchiliklardan chiqishni tanlasangiz, Alloh sizga beradi yangi imkoniyatlar. Imkoniyat, bожественный impuls sizga kelyapti-da. Allohdan yangi nafas kelyapti. O'zingizni topish uchun, o'zingizni uyg'unligingizni topish uchun, qo'rquvlaringizni topish uchun. O'qishga imkoniyat bo'ladi, oling. Chunki mana u yerda ham chiqdi, o'qish. Qo'rqmang, oling. Потому что shu orqali siz o'ziga ishongan, samodostatochniy ayolga aylanasiz, o'zingizni kuchingizni topasiz. Bu kuch sizga kelajakda aqlli ayol bo'lishga yordam beradi. Bolalaringizni tarbiyalashga, to'g'ri tarbiyalashga yordam beradi. To'g'ri munosabatlar qurishga yordam beradi. Bu narsa uzoq bo'lmaydi, tez bo'ladi. Bu shansni ushlab qolish kerak xolos. Hayotingizda yangi etap boshlanyapti-da. Yangi etap boshlanyapti. Ana shuni orqasidan keyin boshqatdan sevgiga yangicha ishonish boshlaysiz. Sevgini boshqa ko'z bilan ko'rish boshlaysiz. Sevgi hech qayerga ketmaydi. Sizga mos odam, sizni vibratsiyangiz bo'yicha keladi. Kimni xo'jayini bilan munosabati yomon bo'lsa, yaxshilanadi deyapti. Hammasini natija ekkan nimangizni, urug'ingizni natijasini olasiz. Kimdadir jodugarlik, yaxshi ma'noda jodugarlik kuchi uyg'onadi, ana shu orqali pul topish boshlaydi.
kim o'zini yig'olmayotgan bo'lsa, anchadan beri o'zini yig'olmayotgan deganda haligi bir joyda turib qolgandek o'zini his qilayotgan bo'lsa, u narsa tugaydi. Oilada ham, munosabatda ham, qachon o'zingizni tanlaysiz, sizga erkak kishidan muammolar tugaydi. Qachonki pulni tanlasangiz, keyin munosabat sizga keladi zo'r. Siz uni deb o'lib yotibsiz-da. Kerak emas unaqa o'lish erkak kishi uchun. Qizlar, sizlarga bitta nima aytaman-da. Mudrost, dono gaplardan haqiqatni aytaman. Erkak kishi kimni sevadi? Ayol kimni sevsa, shuni sevadi. To есть ayol o'zini sevsa, erkak kishi uni sevadi. Shu ayolni sevadi. Agar ayol erkakni sevsa, erkak kishi o'zini sevadi-da. Erkak kishiga faqat holatingiz kerak-da, sizni energiyangiz, vibratsiyangiz kerak-da. Поэтому shuning uchun siz doim o'zingizni seving. O'zingizni seving deganda faqat sizni baxtli qiladigan, ruhingizni, tanangizni baxtli qiladigan, xursand qiladigan, lazzatlantiradigan, rohatlantiradigan narsalarni tanlang. U faqat aloqa emas, sizni hayotda maza qildiradigan. Bu past vibratsiyalarda, bu past vibratsiyalar sizni faqat orqaga tortadi, o'stirmaydi. Qachonki siz uni past vibratsiyalarni jamlab, munosabat mana shu aloqaga kirmay tursangiz, sizni kundalini energiyangiz miyaga yetib borib turib, aqlingiz ochiladi. Осознание anglash keladi hayotingizga-da. Mana shu anglash orqali siz ko'p narsaga erishasiz. Yangi ideyalar, g'oyalar, hayotda qiynalmasdan yashash. Prosta siz tushuning, bu munosabat, hayotingizdagi munosabat sizni o'rgatgan ekanini-da. O'zingizga bo'lgan hurmatingizni, o'zingizga bo'lgan harakatlaringizni ko'rsatgan ekan. Qanchalik siz o'zingizni sevmasligingizni. Давайте harakat qilamiz, chunki qachonki siz yolg'iz qolib, odam yolg'iz qolganda unga donolik keladi. U o'ylash boshlaydi-da, chunki har xil xalaqit berayotgan ovozlar atrofida yo'q bo'lganda unga keladi donolik. Ana shunda haligi nimada ishlaydigan, temirlar bilan ishlaydigan, ko'p o'ylaydigan, qog'ozlar bilan ishlaydigan, juda ham aqlli inson, kam gap, hissiyotlarni ko'rsatmaydigan inson sizga munosabati transformatsiya o'zgarib keladi. Hozircha siz o'zingiz bilan kurashdan to'xtating. Ana shunda keladi. Rahmat. Sabrliliginglar uchun. Mani so'kmaylar, yo'qolib ketganimda, chunki men bunaqa hayotda juda ham faolman. Ishlarim ko'p. Klubimizga qo'shilinglar qizlar. Sizlarni davolab, o'qitib yaxshi qilib beramiz. Juda arzon, tekin desa ham bo'ladi.